İstanbuldan chiqib ketmasang, bolalaringni o'ldiramiz deyishadi. Kimmiş peki bunlar? Kim ekan ular? Eniştem ne diyor? Pochcham nima deyapti? Shestera degan odam ekan. Dadamning toifasida. Orhan! Efendim Eshitaman og'a. Shoqollar uyimizgacha kelibdi. Biz bo'lsak bu yerda cho'pon itidek yotibmiz. Tez tayyorlaninglar, bir joyga boramiz. Xo'p bo'ladi og'a. Meni oilamdan birontasiga tahdid qiladigan odamni tupugimda cho'ktirib o'ldiraman. Menga qara. Sen kalta ishtonda onangni so'ygan paytingda men 3000 ta odamni ishlatardim. Meni yaramma, ochiq joyimni biron nimaga mubtalo bo'lganini ko'rdingmi? Menga hurmatsizlik qila oladigan jur'atni qayerdan topding?